Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Mana bizga yana damashli olma uksuslarimiz tayyor bo'ldi. O'tgan safar ko'pchiligi yetmay qolgan edi. Olma uksusi foydalari haqida sizlarga aytib o'taman. Olma uksusi sahri borlarga juda ham foydali hisoblanar ekan. Sahri o'rta me'yorida ushlab turadi, ozishga yordam beradi, hazm sistemasiga juda ham foydali, qabziyati borlarga ham juda ham yaxshi foyda berar ekan. Ichlarni yaxshi tozalab, ichni yaxshi keltirib beradi. Sochlaringlarni ham uksusda damashli olma uksusida yuvsanglar yorqin qilib yaltiratib beradi. Yuzga ishlatsanglar ham bo'ladi. Juda ham olma uksusi foydalari ko'p. Batafsil shu videoyim tagida yana yozib o'taman. Ishtahani kamaytiradi. Ko'pchilik ozishga olganlar yaxshi otsiflar berishdi bizga. Qayta olishdi. Viloyatlarga ham dastavka qilib chiqarib berdik. Kimga kerak bo'lsa, direktdan yoki Telegramdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu videoning tagida nomerlarimni, narxini yozib qoldirib ketaman. Viloyatlarga ham pochtadan chiqarib beramiz. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Tez ulgurib olinglar. Yana mashina ozgina kelgan. Ko'pchiligiga yana yetmay qolishi mumkin.